Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bismillahirrohmanirrohim deb girsak, bir xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Ikkilamchi variantimiz ham bor. Yurtdoshlar, yurtlarimizni yine böyle demir eshikdan girdik. Eshiklarimiz ham demir eshik. Berimiz sanuzel hojatxonamiz bo'ladi. Joyimiz akkuratli holatda turibdi. Yurtlarimiz. Hamma narsasi boy joyida. Jihozlari bilan shunda turgan narsalar hamma shu yerda qoladi ekan. Variant bo'lgani zo'r. Yurtdoshlarning bunda gaz plitasi hamma narsasi bor. Domimiz kirpishli dom, bemalol telefon ranglar, ikkilamchi variant qidirib yurgan do'stlarimizga sirrazi tarqatib beramiz. Shundan bir ikkilamchi joyimiz. Hammalar pol bo'lgan pastlarimiz ham hammasi pol bo'lib, ajoyib bo'lib turibdi. Bu yanımızda görsənizlər, yine açxananı oturup çay içədən atıp qoydular. Yurtdoshlar, bemalol telefon ranglar, variantni so'rab bilgan do'stlarimizga tarqatamiz. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat.